Assalomu alaykum do'stlar. Real Madrid hamda Schalke 04 jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi. Jamoalarning tarkib bilan Real Madrid hamda Schalke 04 jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning tarkiblari e'lon qilinmoqda. Biz har bir videolarimizda jamoalarning highlightlari, ya'ni uchrashuvlarning eng qiziqarli gollari va xavfli vaziyatlarini berib boramiz. Demak, Real Madrid hamda Schalke 04 jamoalari o'rtasidagi uchrashuvga start berildi. Jamoalar uchrashuv boshidanoq hujumkor ruhda o'yinni boshlab olishdi. Yaqqol vaziyatlar Real Madrid hamda Schalke 04 jamoasining darvozasida bo'lib o'tgan bo'lsa-da, Schalke 04 himoyachisining xatosi orqali Kylian Mbappe oldinga chiqib ketdi va gol. Ajoyib gol. Kylian Mbappe tomonidan urilgan gol uchrashuvning hisobni ochib berdi. Schalke 04 jamoasining himoyachisining xatosi tufayli Kylian Mbappening oyog'iga to'p kelib tushdi va Kylian Mbappe tomonidan kiritilgan gol o'yinda birinchi hisobni ochib berdi. Jamoalar shundan so'ng hujumga o'tishni boshlashdi va ancha qizg'in tarzda davom etdi uchrashuv. Mana bu vaziyatda Schalke 04 anchagina xavfli zarba yo'llab, jarima to'pidan xavfli zarba yo'lladi. Va bu Real Madrid posbonni ham ancha qiynab qo'ygan bo'lardi. Va shundan so'ng Viniciusda xavfli vaziyatlar bo'ldi. Hamda Kylian Mbappe'da ham anchagina vaziyatlar bo'ldi. Bu vaziyatlardan foydalanish darvozabonni qiynab qo'yadigan vaziyatlar ham bo'ldi. Mana bu vaziyatda darvozabon old oyoqlari bilan to'pni tashqariga chiqardi. Shundan so'ng Kylian Mbappe ushbu xavfli vaziyatini qayta ko'rib olamiz. Hamda Schalke 04 jamoasi ham hujumga ajoyib tarzda o'tdi va Real Madrid darvozaboni va o'z joyida. O'yin ancha sezilarli darajada hujumkor ruhda o'tdi. Vini chap qanotdan ajoyib fintlar bilan kirib kelgan bo'lsa va mana bu yerda Denhausenga ajoyib uzatmadan so'ng gol va Denhausen hisobni 2-0 ko'rinishiga yetkazmoqda. Bu yerga berilgan pasni alohida e'tirof etish lozim. Denhausen jamoasi futbolchilaridan ajoyib gol uchun qutlovlarni qabul qilib olmoqda. Mana bu yerda Viniciusga qarshi qo'pollik ishlatilgandi, ammo o'yin ancha Arda Güler hamda Denhausenlarning mana bu yerda ham Kylian Mbappe ofsaydda qolib ketdi. Schalke 04 dan ham xavfli va hujum. Bu yerda Real Madrid hujumchisi Bernardo Silva to'pni tashlab qo'ygan edi. Vinicius har doimgidek o'z qanotda, chap qanotda xavfli hujumlar amalga oshirib kelmoqda. Va hozirgi vaziyatda ham ichkariga ancha kirib keldi va Schalke 04 jamoasining darvozaboni ham jamoaga mana bu yerda Viniciusga ajoyib pas bo'lgandi Brahim Diaz tomonidan. Ammo darvozabon Schalke 04 darvozaboni o'z jamoasining yo'q, bu yerda himoyachi to'pni darvozaga kirib ketayotgan joyidan qaytarib qolganligi aniqlandi. Mana bu vaziyatda Kylian Mbappe raqib jamoasining futbolchisini tortib yubordi va sariq kartochka bilan siylandi.
Va ikkinchi bo'limda ham deyarli ko'p vaziyatlar bo'ldi. Birinchi bo'lim so'ngida jamoalar tanaffusga chiqishdi. Schalke 04 hamda Real Madrid o'rtasidagi uchrashuvning birinchi taimi 2-0 ko'rinishda yakunlandi. Ko'rishingiz mumkin futbolchilarning emotsiyalari, jarayon. Ikkinchi bo'limda anchagina futbolchilarga dam berildi va almashtirishlar amalga oshirildi. Real Madridning yangi futbolchilariga ham o'yin amaliyoti baxsh etildi. Ikkinchi bo'lim boshlanganidan 47-daqiqaga kelib, Schalke 04ning 33-raqamda harakat qilgan hujumchisi ajoyib qulay vaziyatga ega bo'ldi. Shundan so'ng ham ikkala jamoa ham hujumkor o'ynadi va Real Madridda ham ajoyib imkoniyatlar bo'ldi va mana bu yerda Espe juda chiroyli goli bilan hisobni 3-0 tarzga keltirdi. Bu yerda karyerasining ajoyib pasini ham alohida e'tirof etish lozim. Juda ham chiroyli pas va gol. Carlos Espening debyut goli bu Real Madrid jamoasidagi uchrashuvning 56-daqiqasiga kelib hisobni 3-0 ko'rinishga keltirdi va Cucurella maydonga tushdi. Cucurella ham bu uchrashuvda o'z debyutini o'tkazdi. Jude Bellingham mana bu vaziyatda raqib futbolchisiga nisbatan hurmatsizlik qildi va bosh hakamdan dakki eshitdi. Schalke 04 jamoasiga ham bir qator imkoniyatlar va vaziyatlar bo'ldi. Bu vaziyatlardan Schalke 04 futbolchilari umuman foydalanisha olmadi. Real Madrid ham o'rtoqlik uchrashuvi bo'lganligi sababli juda ko'p yangi o'yinchilarga imkoniyatni berdi va bu o'yinchilar o'yin amaliyotini o'tkazishdi. Mana bu vaziyatda ham Schalke 04 hujumchilarida juda ajoyib vaziyat bo'lgandi gol urish uchun. Ammo Schalke 04 futbolchilarida aniqlik yetishmayapti va Real Madrid futbolchilari ham himoyada juda ajoyib o'yin o'ynab berishmoqda. Mana bu yerda Viniciusning urgan goli ofsayd sabab bekor qilindi. Va undan keyin ham Real Madrid futbolchilarida bir qator imkoniyatlar bo'ldi. Bu imkoniyatlarda darvozabon Schalke 04 darvozaboni juda chiroyli to'p berdi va vaziyatlarni olib qoldi. Uchrashuvda ajoyib vaziyatlar juda ko'p bo'ldi va bu vaziyatlardan foydalanishda faqat jamoalarning hujumchilariga aniqlik yetishmadi. Desak mubolag'a bo'lmaydi.